kelin kim? Juda ko'pchilik tushunmayapti mana shu narsaga. Aka, kelin kim, o'zi u nima vazifa bajarish kerak? Ko'pchilik so'rayotganligi uchun video qilyapman. Qaranglar. Kelin o'zi nima vazifa bajaradi? U kim edi? Ikki xil variant, ikki xil fikr. Biri yaxshi, biri yomon. Yomon tomondan olib qaraganda kelin bu podarka. O'g'il onasiga, o'sha oilasiga podarka qilib berayotgan bitta ishchi. Ona mana o qizni oling, mana xizmatlaringizni qilib yuradi deb tashlab beryapti. Kelin o'sha uyda xizmatini qilib o'tib ketadi. Bu yomon tomonlama olib qaraganda. Yaxshi tomonlama olib qaraganda kelin bu ayol. Erni jufti. O'sha oilani naslini davom ettiruvchi bir hurmatli inson bo'lishligi kerak. Farzand tug'ib beradi, uni chiroyli tarbiya qiladi, eriga yaxshi qarab, ozoda olib yuradi. Uni vazifasi mana shu. Naslini davom ettiruvchi ayol kishi edi. Juda ko'pchilik birinchi variantda qolib ketyapti. Birinchi variantda qarayapti. U kelin xizmat qilishlik uchun kelgan. Bu bola tug'ish kerak edi, bola parvarish qilish kerak edi, bizning naslimizni davomchisi edi, o'g'limga yaxshi qarash kerak edi degan narsalar ikkinchi daraja bo'lib qolyapti, bilaman. Juda ko'p insonlar mana shu narsada adashib qolyapti. Demoqchiman, ikki xil variantda men izoh bera olaman. Kelin shu birinchisi va ikkinchisi, undan ortiq emas.